Oldingi videoda yangi Xitoy avtomobillari nega Birlashgan Arab Amirligi orqali sotilishini tushuntirib beraman deb aytgandim. Lekin hozir Yaqin Sharqdagi vaziyat keskinlashgani sababli odamlarning xavfsizligini e'tiborga olgan holda bu mavzuni keyingi videolarga qoldirishga qaror qildim. Bugungi videoda esa Rox Adams Xitoyning Rox Motor kompaniyasi ishlab chiqaradigan zamonaviy gibrid yo'l tanlamas avtomobil haqida gaplashamiz. Model 2025-2026 yillarda taqdim etilgan bo'lib, katta o'lchamli va hashamatli SUV sifatida ishlab chiqarilgan. U shahar yo'llarida ham, tog'li hududlarda va off-road sharoitlarda ham harakatlanish uchun mo'ljallangan. Bu model aslida Rox 01 avtomobilining yangilangan va yanada lyuks versiyasi hisoblanadi. Dizayn konsepsiyasi mashhur italyan dizayn studiyasi Pininfarina tomonidan ishlab chiqarilgan. Rox Adams ketma-ket gibrid tizimiga ega. Bunda 1,5 litrli turbo dvigatel generator sifatida ishlaydi. G'ildiraklarni esa elektromotorlar harakatga keltiradi. Bu tizim elektromobilning jim ishlashi va ichki yonuv dvigatelli avtomobilning uzoq masofaga yurish imkoniyatini birlashtiradi. Umumiy quvvat 350 kWh yoki 476 ot kuchi. Maksimal aylanma moment 740 Nm. 0 dan 100 km/s tezlanish 5,5 soniya. Maksimal tezlik 190 km/s. Elektrda yurish masofasi 215 km gacha. Umumiy yurish zaxirasi 1405 km. Energiya Cattle kompaniyasi ishlab chiqqan lition batareyasida saqlanadi. Avtomobil 80 kW tezkor zaryadlash tizimini qo'llab-quvvatlaydi va batareyani 20 dan 80% gacha taxminan 45 daqiqada zaryadlash mumkin. Bundan tashqari avtomobil 70 litrli yonilg'i baki bilan jihozlangan. Bu esa uzoq safarlarda zaryad stansiyalariga kamroq bog'lanishni ta'minlaydi. Rox Adams katta o'lchamli SUV hisoblanadi. Uzunligi 5050 mm, kengligi 1985 mm, balandligi 1856 mm, g'ildirak bazasi 3010 mm. Avtomobil adaptiv pnevmatik osma tizimi bilan jihozlangan. Clearance 140 mm dan 272 mm gacha o'zgarishi mumkin. Rox Adams sayohat uchun maxsus funksiyalar bilan ham jihozlangan. Masalan, 507 kW energiya chiqarish tizimi bilan avtomobil elektr generator sifatida ishlashi mumkin. Tashqi 270 gradus soyabon o'rnatish imkoniyati, bagaj qismida mini oshxona modulini o'rnatish mumkin. Bu funksiyalar avtomobilni kemping va sayohat uchun juda qulay qiladi. Avtomobilning kuzovi yuqori mustahkam po'latdan tayyorlangan. Korpusdagi po'latning 87% dan ortig'i yuqori mustahkam materialdan, 32% issiq shakllantirilgan po'latdan iborat. Tom bosimga chidamliligi 159730 Newtonga yetadi. Bu ko'rsatkichlar avtomobil xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi. Rox Adams salonida hashamat va texnologiya uyg'unlashgan. Avtomobil 6 yoki 7 o'rindiqli variantlarda taklif etiladi. O'rindiqlar 3 ga 2 konfiguratsiyada. Ikkinchi qator o'rindiqlari 0 gravitatsiya aviatsiya tipidagi o'rindiqlar bo'lib, ular 150 gradusgacha bukilishi mumkin. Bu esa uzoq safarlarda juda katta qulaylik beradi. Shuningdek, bu yerda napa terisidan o'rindiqlar, isitish, sovutish va massaj funksiyasi, 256 rangli ambient yoritish, 50 Watt simsiz zaryadlash, bort muzlatgichi, 4 ekranli multimedia tizimi, barcha eshiklarda elektr davochiklar mavjud. 3-qator buklanganda bagaj qismi 2200 litrgacha kengayadi. Rox Adams elektromobil texnologiyasi, kuchli gibrid tizimi va hashamatli salonni birlashtirgan zamonaviy SUV. Katta yurish zaxirasi, yuqori komfort va yaxshi yo'l tanlamas imkoniyatlarni uni uzoq safarlar va oilaviy sayohatlar uchun juda mos avtomobilga aylantiradi. Shu sababli Rox Adams zamonaviy gibrid yo'l tanlamaslar orasida texnologik jihatdan eng qiziqarli modellardan biri hisoblanadi. Xitoy bozorida Rox Adamsning boshlang'ich narxi taxminan 48-50 ming dollardan boshlanadi. Voyah Courage Xitoy ichki bozorida 2024-yil yozida debyut qilgan bo'lib, Voyah liniyasidagi 4-model hisoblanadi. U boshidan kompakt SUV segmentida to'liq elektr avtomobil sifatida pozitsiyalangan va o'zining dizayni bilan ajralib turadi. Old qismi ko'plab raqobatchilardagidek bo'sh ko'rinmaydi. Bu yerda asosiy urg'u optika va emblema dizayniga berilgan. Bo'sh dizaynni yoqtirmaydiganlar uchun ichkariga botgan shakldagi yulduzsimon nuqtalarga ega virtual panjara varianti ham taklif etiladi. Courage'ning o'lchamlari quyidagicha: uzunligi 4725 mm, kengligi 1900 mm, balandligi 1636 mm, g'ildirak bazasi 2900 mm. U kattaroq Voyah Free modelidan tashqi o'lchamlari bo'yicha kichikroq bo'lsa-da, salon qismi juda keng va samarali tashkil etilgan. Bagaj hajmi asosiy 527 litr, qo'shimcha pol ostida 72 litr. Orqa o'rindiqlar yig'ilganda 1400 litr hajm.
Yukxona uzunligi 1840 mm. Bagaj shakli tekis bo'lib, chuqurligi 970 mm, kengligi 1030 mm, balandligi 710 mm. Voyage Courage 3 xil kuchi qurilmasida taklif etiladi. Boshlang'ich 292 ot kuchi, 420 Nm aylanma moment, 77 kWh batareya, 625 km yurish masofasi. Kuchliroq versiyasi 313 ot kuchi, 395 Nm aylanma moment, 79 yoki 109 kWh batareya, 650 km dan ortiq yurish masofasi. Barcha g'ildiraklar boshqaradigan yuqori versiya 435 ot kuchi, 620 Nm aylanma moment, 77 kWh batareya. Avtomobil 5C ultra tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Yuqori versiyalarda 15 daqiqada batareyalarda 500 km dan ortiq zaxira tiklash mumkin. Ishlab chiqaruvchi ma'lumotlariga ko'ra, energiya sarfi 100 km ga 13,6 dan 14,2 kWh atrofida. Courage'ning tashqi ko'rinishi zamonaviy Voyage uslubida bajarilgan. Old qismi restoring qilingan Free modelini eslatadi. Orqa qismi esa tom ustunlarining oldigi og'ishi bilan ajralib turadi. Kapotda old bamperdan boshlanadigan havo kanali difuzor mavjud bo'lib, u harakat vaqtida avtomobilning yo'lga bosimini oshiradi. Shuningdek, bagaj qopqog'ida kichik spoiler ham bor. Bu elementlar nazariy jihatdan boshqaruvni yaxshilaydi, biroq kundalik haydashda ularning ta'siri darhol sezilmasligi mumkin. Salon qismi minimalistik va zamonaviy. O'rindiqlar va panellar alkantara bilan qoplangan. Yon qismlar ekoteri bilan bezatilgan. Oldingi Voyage modellaridan farqli ravishda bu yerda 3 ekranli tizim o'rniga katta harakatlanuvchi OLED ekran o'rnatilgan bo'lib, uni yo'lovchi tomoniga surish mumkin. Haydovchi oldida ikki spitsali ostki qismi tekis bo'lgan rul, asosiy ma'lumotlarni ko'rsatuvchi kichik LCD panel, AR proyeksiya displeyi joy olgan. Old o'rindiqlarda elektr sozlash, isitish, ventilyatsiya va massaj, 2 zonali iqlim nazorati, 50 voltli simsiz zaryadlash, panoramalik tom, 4 ta USB portlar shular jumlasidan. Avtomobil zamonaviy yordamchi tizimlar bilan jihozlangan. Avtomatik tormozlash, yo'lakda ushlab turish, mustaqil ravishda yo'lak almashtirish, yo'l belgilarini aniqlash, tirbandliklarda yordam beruvchi boshqaruv tizimi, avtoparkovka, orqaga harakatda trayektoriyani eslab qolish. Voyage Courage bu dizayn, texnologiya va qulaylikni birlashtirgan zamonaviy elektromobil. U o'lchamlari jihatidan kompakt bo'lsa-da, ichki makon va jihozlanish darajasi bilan yuqori segmentga yaqinlashadi. Ayrim mayda kamchiliklarga qaramay, model umumiy jihatdan juda muvozanatli va istiqbolli elektr crossover hisoblanadi.